Nimalar bormi? Diktofoningiz ishlayaptimi? Diktofonda, telefonda. Diktofonda yoqing, aytadigan gapim bor, internetga chiqarilyapti. Mana shu hozir yozyapti. Yozyaptimi? Bo'lmasam quloqaling. Mana hozir uyingga militsiyalar bostirib kelib, mani mazhara o'tishmoqda. Man kasal yotibman uyda. Boshimdan sakricheniya bo'lib. Eshyaptimi? Man hozir faqat sizni chiqaryapman, xolos. Blogerlar qo'rqadi oldimga. Odamlar domlaga telefon qilib, mantakan shekilli uzib qo'yyapti. Boshqa hech kim mani o'tirishmoqchi. Hozir ovora sho'q qilishmoqchi. Man bir hafta bo'ldi boshimdan toshib uyda yotibman, hozir kelib o'tirishmoqchi. Sho'qlashmoqchi mani. Eshyaptimi? Shuni internetga qo'ying, shoshilinch qadar o'zga mallaklar qadrladi. Yaraydi. İltimas sizden. Eshitdingizmi? İltimas sizden. Ovozim bilan qo'ying, ovozim bilan. Mallaklar Ismoilni mana hozir shu daqiqalarda soatga qarang. Mana nechida? Hozir uyimda Eshimtoyda 4-qavatda yuksak millatga kelib hozir ovoz bitta hozir kelib majburiy olib kelib mana hozir so'z qilishmoqda. Nima gunohingizga? Nima qildingiz? Nima gunohingizga bular qilyapti? Gunohim shuki prezidentga ko'p murojaat qilyapman, prezidentga. Ular biladi nima gunohimni. Bilishadi o'zlari. Qanaqa aytmagan ichida gunohim bilyapman. Bir hafta burun aytdimki, boshimga toshib yotibman uyda. Hozir olib ketishmoqda mani. Sizga aytish kerak, iltimos otaxon, shu bir oycha chiqmay turing deyish kerak. Yo'q, bular hozir yuribdi, hozir yana o'shandagi quloq olib turishdi. Hozir e'tibor bosib o'tirishar. Hozir mana internet qilayotganimda bular blogerlik qilayotganimga shunday ovozim bilan chiqaring. Yana iltimos sizdan. Ha, bo'pti mana. Hozirda o'zga chiqaring. Bo'pti. Mallaklar Ismoil mallaklar boshiga qora pullar solishyapti deng. Xo'p. Rahmat chiqib aka, boringizga shukr. Xo'p, mana eshitasiz o'zingiz. Xo'p aka, rahmat. Qo'yinglar ichki ishlar, shu otaxonni qiynamanglar endi. Malla boyib endi chaqirib shu iltimos sizdan shu telefoningizni berib turing, shu ishni to'xtatib turing desak bo'ladi. Endi u boshqa tomondan nimani sud qiladi? Endi menga qorong'u narsa. Nima bo'lganini ko'p shu hozir o'zini aytishi bo'yicha Mirziyoyevga murojaat qilar ekan. Kimga qilsin endi bu dardini hech kim eshitmasa, shu Mirziyoyevga aytadi, boshqa kimga aytadi? Shuni nazarda tutinglar, iltimos sizlardan mana shu qariyani qiynamanglar, iltimos.